shu vaqtida bo'sh qog'oz. Hech nima demaysanmi? Sanda orzu yo'qmi yoki hech nima qilmaslikni xohlaysanmi? Hay, Fujita. Yaxshi. Agar nimadir bo'lganida yaxshi ko'rganimni ayta oladigan nimadir almashtira olardim. Kechirasiz. Sen kelajaging haqida o'ylayapsanmi o'zi? Baholaring bilan shahardagi yaxshi katta maktabga kira olmaysan. Sen kelajaging haqida ko'proq o'ylashing kerak. Hatto aqlli insonlar ham o'z kelajagi haqida bir qarorga kela olmaydi. Albatta, u menga o'xshaydi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Bal xonasiga xush kelibsiz. Nova Dubbing tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Birinchi qism raqs klubiga xush kelibsiz. Nima? Ketmoqchimisan? Xo'sh, men qilishni xohlagan nimadir bor. Aynan nima? Futbolchi bo'lmoqchimisan? Unda nimaga beysbol o'ynayapsan? Men qilishni xohlagan nimadir. Bu fakultet ofisidagi qiz. Ogasawara raqs klubi. Voy. Bu yana kim bo'ldi? U avval bizni sinfimizda edi. Haligi Fogota-kunmi? Yo'q, bu Mogota-kun. Yo'q, men Fujitaman. Xullas, Mogota-kun. Bizga biroz pul berib tur. Voy. Nima? Hech nima yo'q. Nima, u kambag'almi? Unda puli yo'q g'irt gada ekandi. Nima, senda rostdan ham pul yo'qmi, a? Nima? To'g'ri? Nimasi kulgili? Sen kim bo'lding? Do'stlarim, bezorlik yaxshi emas. Ey, ketdik. Voy, meni kut. Sinab ko'rish xohlaysan, to'g'rimi? Nima deyapsiz? Yo, siz nima? Biz yaqinda ochildik va ko'proq o'quvchilar kerak. Men Kaname Sengokuman, bu studiyadan. Va senchi? Fujita Tatara. Tatarami?
Seni tabriklayman. Voy, bu sen Goku-kun. Sen ko'rkam yigitni olib kelibsan. Ogasavara raqs studiyasiga xush kelibsiz. Iltimos meni Tamaka deb chaqiring. Chiroyli opacha. O'sha og'riq, men buni bilaman. Nima? Yosh bola raqs o'ynab ko'rishni xohlayapti. Bu san ochiqchasiga yeta oladigan narsa emas. Nima? Lekin xavotirlanma. Raqs albatta yosh yigitning qiz bilan tana aloqasini o'rnatish orzusini ro'yobga chiqaradi. Iltimos biror narsani o'ylab topmen. Men raqsga tusha olmasligimni nazarda tutyapman. Sen egilib qolding. Umurtqa pog'oningni boshinggacha tik tut. Xuddi yuqori qorning tiqilayotgandek, sen suyagingni ko'tarilayotganini his qilishing kerak. Yelkangni tushir. Yaxshi, yanada kuchli ko'rinyapsan. Qalbingdagi og'riq odamlar seni qanday ko'rishini belgilaydi. Nima? Ko'rdingmi? Voy, Shizuku. Men seni tanishtiraman. Bu bola sinovda, shuning uchun uni taniyman. Biz maktabda uchrashganmiz. Bir xil maktabga borasizlarmi? Bu ajoyib. U bilan juftlasha olasanmi? Nima? Chap qo'lingni ko'tar. O'ng qo'ling bu yerda turadi. Iltimos, bu tutashuvni buzma. Gapirish oson-da, men bo'ydoq bo'lsam. Hey. Ha. Nega bu yerda kelajagi haqida o'ylamagan odam bor? Teginishlar uchunmi? Yoki sen buzuqmisan? Yaxshi. Bugun sinov darsi uchun yetadi. Kimdir qo'shilishni xohlasa, keyingi darsimiz uchun guruh kuponlarini sotib oling. O'sha qiz biroz qo'rqinchli edi. Tatarakun. Xo'sh, qanday? Nima, qanday? Qo'shilishni xohlaysanmi? Agarda qo'shiladigan bo'lsang, chiroyli qizlar bilan juftlik bo'lib, musobaqalarda qatnashing mumkin. Musobaqalar ham bormi? Albatta. Bal xonasi raqsi sport raqsi hisoblanadi va unda hatto dunyo bo'ylab musobaqalar ham bor. Bal xonasi? Bu raqs zalini anglatadi. Xo'sh, bu juda mashhur raqs. Va sen Goku-kun professional musobaqalar raqqosi. Professional? Xo'sh, Shizuku ham musobaqalarda qatnashuvchi raqqos. U ham professionalmi? Albatta. U shunchaki havaskor yangi boshlovchi. Lekin Shizuku-chan ba'zi professionallardan zo'r. 18 ga to'lganingda sen ham professional bo'la olasan. Ammo u kelasi yil chet elga o'qishga ketayotganga o'xshaydi. Kimdir o'ziga ishongan. Chet elda o'qish? U menga o'xshaydimi? Uni hech qayeri menga o'xshamaydi. U menga mutlaqo qarama-qarshi. Bal raqsi qiziqarli emasmi? Qo'shilishni xohlaysanmi? Kechirasiz. To'xtab tur, Tatarakun. Teginishlar uchunmi? Sen nima, buzuqmisan? Sen ahmoq! Uyga xush kelibsan. Sen kech qaytding. Ha, uzr. Men seni ustozing bilan gaplashdim. Sen hali ham katta maktab bo'yicha bir qarorga kelmadingmi? Kechirasiz. Hammasidan birdaniga ketib bo'lmaydi. Hammasidan.
Bu oxirgi yil musobaqasining diski. Iltimos tomosha qil. Bu meniki. Shuning uchun kelganingda uni qaytargin. Tamakiysan. Ma'lumotnoma. Shaxsiy darslar 25 daqiqa uchun 5000 yen. Bu bo'lishi mumkin emas. Buni qaytarish noqulay bo'ladi. Shunchaki biroz. Qaytarishdan oldin ozgina ko'rib chiqaman. Kiyimga qara, ya'ni raqsga. Bu yurishlar odamnikiga o'xshamaydi. Sen Gokusan. Bu hozir nima edi? Sen Gokusan menga nimadir degandek tuyuladi. Qara. Menga qara. Buni hamma aytibdi. Qara. Stadiondagi barcha raqqoslar. Qara. 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 Kechirasan meni xatoyim. Sen Gokusan. Voy xudoyim. Axir bu Tatarakun emasmi? Tamakisan. Bu uni tomosha qilib ko'rdingmi? Ha. Sen Gokusan raqsi juda ham ajoyib edi. Rostdanmi? Axir Sen Gokukun raqs bo'yicha 2 karra chempion. Undan zavqlanmadingmi? U ajoyib edi. Men deyarli raqsga tushmadim, lekin bu meni rostdan ham terlatdi. Axir, bu men. Albatta men ajoyib edim. Shundasan, qo'shilasanmi? Bizga qo'shilmoqchimisan? Men qo'shila olmayman. Dars juda ham qimmat va bu dadamga muammo bo'ladi. Men tozalayman yoki nimadir qilaman. Men ishda ishlayman va hamma darslarimni pulini to'layman. Shunga, iltimos menga qanday raqsga tushishni o'rgating. Nima? Men nimalar deyapman? Kechiktirilgan to'lovlar. Nega endi yo'q? U raqsga tushishni xohlayapti. Shuning uchun unga bir oycha bu jonlar bilan raqsga tushishga ruxsat beramiz. Yo'q, men aytmoqchimanki, men Sen Gokusan kabi bo'lishni xohlayman va musobaqalarda pro kabi qatnashishni. Nimalar deyapman o'zi? Kechirasiz. Men o'ylamasdan gapirib yubordim. Zavqlanmoqchisan-a? Senda juda ham katta maqsadlar bor. Unda sinab ko'ramiz. Nega men shunchaki uzoqqa qaradim? Qara. 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 Menga qara. Men o'zgarishim kerak. Men buni qilaman. Iltimos, menga raqs tushishni o'rgat. Tamakichan, unga birozga oyoq kiyimlaringni berib tura olasanmi?
Yaxshilab qara. Biroz yuramiz. Birinchi o'ngdan boshlaymiz. O'ng oyoq, chap oyoq. O'ng oyog'ingni tort va yop. Buni takrorlaysan. O'ng, chap, o'ng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tempo 3-4 marta. Buni qila olasanmi? Hoy, boksni qilasanmi? Bingo. Boks? Sen bu yurishlaringni soat 3 yo'nalishida 90 gradus bo'ylab takrorlaysan. Mana shu boks. Tatarakun? O'ng, chap, 90 gradus. O'ylaymanki, men buni qila olaman. To'g'ri. Bu ajoyib. Bundan keyin nima qilishim kerak? Ajoyib. Ulkan yurishlar. Tamom. Shundoq harakat qilishda davom et. Har doimmi? Ketishni xohlaysanmi? Yo'q. Bu yetarli bo'lganida, men senga keyingi yurishni o'rgatishim mumkin. Qancha vaqtdan keyin? Men to'xtashingni aytmagunimcha. Agar bu boshlang'ich dars bo'lsa, nega unda boksdan qiziqroq narsani o'rgatmayapsan? Bu mashq menyusi, to'g'rimi? Balki u taslim bo'lib, yaqin orada uyga qaytib ketar. Nima? Aytmoqchimanki, u 20 daqiqa davom eta oladi. Sen Goku-kun, buni qanday qilib yangi o'quvchimizga qilishing mumkin? Sani qara. Gapirishga oson. U men raqs tushishimni ko'rib, mendek bo'lishni istamaydimi? U men qilgan narsa oson deb o'ylaydimi? U bu uchun nima kerakligini o'ylamaydi va u pro bo'lishni istaydimi? Bu kulgili emas. Bitta katta yurish, tashqariga. Oy! Ay! Ay! Men bundoq harakatlana olmayman. Ketishni xohlaysanmi? Sen Goku-san, menga ko'rsatgan yurish qanday edi? Uni oyoqlari nega oddiy emasdek yurdi? Mana shu. Hatto tik turish kabi. U orqasini shunday tushirdi. Bu qiyin. Men shamolda o'tiribman. Havoda tik turishdan boshlanadi. Pastga. Xuddi men tanamni boshqa tarafga burgandek. Havoda tik turibman. Hoppa. Boks. Valsdagi oddiy ko'rinishlardan biri. Tabiiy aylanishning 3 bosqichi. O'ng, chap, oyoq barmoqlarini uchidan ko'taramiz. Yaxshi, shundoq bo'lish kerak. Sen Goku-san, senga o'rgatdimi? Seni yurishlaring juda yaxshi. Senga yordam beraman. Endi sen pastga tushganingda tizzalaringni juda tez pastga tushirasan. Shunda seni boshing baland ko'tariladi va tushadi. Mana nega. Qo'ysan, nega tik tura olmayapsan? O'zingga kel. Qomatingni tik tut. Tepaga ko'taril. Ay!
Nima, Shizuku? Sen shu yerda edingmi? Sen Goku-san. Salom. Nima ertalabdan san bo'ttasan? Uyingga sur. Boshqa kema. Nimaga polnam? Mani kechir. Bu mani terimdaginam. Sani tering? Ay. Endi nima? Jirkanch. Yaxshimisan? Bu pufakchalar paydo bo'lish nuqtasidan o'tib ketibdi. Men oyoq kiyimlarini yirtib qo'ydim. Mani kechir. Menga aytma. Kechasi bilan boks raqsini bajardingmi? Allaqachon tong otibdi. Ahmoq. Bu aniq emasmi? Buni hoziroq to'xtat. Sen jiddiy bo'lasan. Unda menga keyingi yurishni o'rgatasanmi? Bu bolaga nima bo'lgan? Sen Goku-san. Iltimos, menga qanday raqs tushishni o'rgat. Kechasi bilan boks raqsini qildingmi? Nima? Jinnimisan? Qanday kulgili. Fujita-kun, senda yaxshi yurish bor edi. Sen nima qizarib ketyapsan-a? Hoy, sen Goku-san. Agar nimadir bo'lganida men uni yaxshi ko'rishimni ayta oladigan narsa almashtirishim mumkinligini his qilyapman. Mana bu animemizni boshlab oldik. Xudo xolasa buni oxirigacha chiqaramiz. Qaytgancha ovoz berdi Kimura, tarjimon Shoto. Nova Dubbing tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Keyingi qismda ko'rishguncha. 美しいそっと心にしまおうか憧れと光とリズムに酔いたいと手を伸ばした夜何かがきっと変わるそれが何かは意外な時に知るのだろう回れ回れ世界中回ったって情熱の花が開いて胸が踊るまだいつかここで会いましょうとは言わないで偶然のネットバルーツ踊りながらすれ違えばいいそして重なり合った自由性を楽しんで喜びを体中で伝えながら微笑みを投げたらもう一度すれ違えばいいそして重なり合った瞬間を楽しく分かち合えたことが新しいステップへつながるだから回れ回れずっとKeyingi qism Kiyoharu Hyodo